Ishlarimizga eng arzon variant. Bizga zamancha qilib like bosing, biz imkon qadar harakat qilamiz sizlarga arzon variant chiqarib berishga. Assalomu alaykum, Feraz agentstvining obunachilari. Omonatini omon yursin qadrdonlar. Bugungi obzorimiz Buxoro shahar geofizika laylachidan yo'l yoqasida birinchi liniyada joylashgan 4 etajli kirpichli domimizning 4-etajida 3 xonali kvartiramizni obzorga keldik. Sizlarga o'z kvartiramizni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Yana qolgan ma'lumotlarni yetkazamiz. Sizlar bizning videomizni ko'rayotgan jarayonda imkon qadar tezroq bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishingizni so'rab qolamiz qadrdonlar. Ketdik obzorni syomka obzorni olib borishga. Eshiklar kirgan vaqtimiz sifat eshiklardan qo'yilgan, oyoq ostimiz kafelcha qilingan. Bu yoq esa bizning sanuzel xonamiz, sanuzellarimiz oyoq ostimiz kafel qilingan. Eshiklar MDF eshiklar qo'yilgan qadrdonlarim. Xonamizda hamma joy laminat qilib qo'yganlar. Ana bu yerda bizning kuxni qismimiz, kuxnimizga ham kuxni garniturcha qo'yganlar, akrildan. Ana bu yerda issiq sistemasi uchun duh kontr qo'yilgan qadrdonlarim. E'tibor bering, hamma uyimizda eshik trezalari akvaplastik qilganlar. Bu yerda shunday trezani ochasiz, havosi zo'r, chiqib ketdi toza havogina. Shaharning ichiga o'zi havo yo'q desangiz bo'ladi, lekin bu yerda havo bor. Endi bolalar xonasini ko'rsatamiz. Mana bu yer bolalar xonasi. Xohlasangiz munisipal qilsangiz ham bo'ladi, bolalar xonasi qilsangiz ham bo'ladi. Tureska alyuminiy radiatorlar qo'yilgan, bu yoq ham akvaplastik qilingan, yo'lda barqaror qilingan. Svetlikni osib qo'yganlar. Xonamizning balandligi 3.20 desak ham bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, Feraz agentstviga obuna bo'lishni unutmang. Bizning obzorimizni ko'ribsizlar, bu obzorni imkon qadar do'stlaringizga tarqatishni so'rab qolamiz. Bu yerda bizning spalni xonamiz, spalni xonamizga ham radiator qo'yilgan обязательно. Bu yoqqa ham svetlikni osib qo'yganlar. Eshiklarimiz MDF eshiklardan. Mana bu yerda bizning mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina, bemalol qulaylikka ega, remont kim xohlasa sharoitiga qarab shuna kelib yashasa ham bo'ladi yoki olib mazza qilib remont qilib yashasa ham bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, kvartiramiz arzon, sizlar uchun arzon kvartira chiqarishga harakat qilamiz. Uyni egasi bilan gaplashdik, 30 yillar, 28 yillar, 27 yillar kelishdik, 27 ga baholab chiqardik. Yana savdolashga zazorchasi bor. Kvartiramiz 27 ming, yana savdolashga zazorchasi bor. Lekin bitta narsaki, ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz, muammo yo'q. Domimiz kirpishni veternar holatda turibdi. Lokatsiyasini yana bir marta aytaman, Buxoro shahar geofizika laylacha yo'l yoqasida birinchi liniyada. Hurmatli obunachilarim, sizlarga bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Tezroq bizdan aloqada chiqishni so'rab qolamiz, imkon qadar. Chunki bu arzon variant tezroq uchib ketadi. Kirpishli dom. Sizlardan nima kutamiz? Like papska do'stlaringizga tarqatinglar, bizdan aloqada chiqinglar. Soqqan tashang, shu kvartiraga kelib yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.